Newtech jamoasini kuzatuvchilari, Dehqon akalar, ukalar. Mana bugun navbatdagi Zuba 4x4 traktorimizni Navoiylik akalarga sotdik. Alloh xayrli qilsin aka. Shunday bo'lsin. Bu akalarga komplektida frezasi, ikki qo'lchilik pluglari bilan qilib berdik. Xudo xolasa, aka traktor qanday ekan? Traktor shu aytganingizdek bor ekan. Biz shu Navoiydan shu YouTube'da ko'rib qiziqib keldik. Kelib haqiqatan shu ko'rib ishonch hosil qildik. Haqiqatan ham mana radiatorlari borligi, buni rulovoy sistemalar, gidravlikaligi, keyin aytish eng lozim bo'lgan tomoni mana Perudogi juda bir 304, 404, 504 traktor, mik traktorlarni shu oldi 4 etga traktorlarni Perudogiga birga bir o'xshashligi, keyin mana ramasini qalinligi 17 sm mana bunday shevellar qo'yilganligi, shu tomonlama balonlari standart обычный balon, hamma joyda topiladigan, yana katta balonligi bizani shu e'tiborimizni tortdi. Mana keldik, mana akalar xudoga shu taxlab berdi. Mana Navoiyga olib ketyapmiz. Aka, barakali qilsin. Ishlaringizni, dehqonchiligini barakasini bersin aka. Yaxshi kunlarda ko'rishmak nasib qilsin.